Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 10 dekabr O'zbekiston namoz vaqtlari barcha viloyatlar uchun. Azizlar, sizlarni Oynai-jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, kanalimizga yangi bo'lsalaringiz iltimos, videolarni oxirigacha ko'rib, kanalga obuna bo'lib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Namozni endi boshlayotgan va boshlagan aka-uka opa-singillarimizga eslatma sifatida namozlar necha rakatdan iboratligini eslatib o'tish maqsadida mana yozib hammasini oydin ravshan qilib ko'rsatib qo'ydim. Marhamat, foydalanib boraverasizlar. Barcha xizmatlarimiz siz azizlar uchun. Shunday ekan, kamtarona mehnatimizni qadrlab, iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Va like ta ayamang azizlar. Like uchun sizdan pul ketmaydi. Like bosish tekin. Like uchun bizga pul kelmaydi. Like videoni tarqalishiga sabab bo'ladi xolos. Azizlar, Telegram kanalda kunlik namoz vaqtlari degan Telegram kanal ochganman. Iltimos albatta o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ba'zi bir sabablarga ko'ra bu kanalda namoz vaqtlari chiqa olmay qolsa ham, Xudo xohlasa Telegram kanalda kunlik chiqarib boriladi. Silkasini soобщение bo'limiga yozib qoldiraman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz. Keyingi efirgacha deymiz. O'zingizni ehtiyot qiling.